Zero Cola haqida video olganimda dunyoni teng ikkiga bo'lib yubordim desam ham bo'ladi. Chunki u videodan to'g'ri xulosa olganlar ham bor, noto'g'ri xulosa olganlar ham bor. Ya'ni to'g'ri xulosa olganlar rahmat, tushundim, tarkiblar haqida o'ylash kerakligini men tushunib yetdim deganlar ham bor. Chunki har bir yeyotgan mahsulotimiz biz inson, biz bir qanaqadir ongsiz mavjudot emas, bizning ongimiz bormi? Yeyotgan mahsulotimizni halol haromligiga qanchalik e'tibor beramiz, uni tarkibi toza emasligiga ham, kimyoviy moddasi borligiga ham yaxshilab e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Men dietolog sifatida uni tarkibini yoritib chiqqanman. Lekin odamlar nima deb tushunishdi? Uni ichma deb aytibman, targ'ib qilyapman deb o'ylashdi. Menga ichasizlarmi, ichmaysizlarmi? Bir tiyinlik foydasi yo'q. Kola bilan shartnoma yo'q meni. Boshqasi bilan shartnoma bir tiyinlik foyda olib kelmaydi. Xohlasanglar ichinglar, xohlasanglar ichmanglar. U sizlarning cho'ntagingizdan ketayotgan pul, u sizlarning organizminglar. Men dietolog sifatida, professional dietolog sifatida, yana men u zalga chiqadigan, 2 kun zalga chiqib, masalan, trener bo'lgan inson emasman. Men professional dietolog sifatida shuni ayta olamanki, men sizlarga tarkibi haqida ma'lumot berdim. Tarkib o'z orqasida har bir mahsulotni tarkibi yozib qo'yibdi ko'rga hassadek qilib. Shunda kolani, zero kolani olinglar. Nafaqat zero, boshqa mahsulotni ham yeyishinglardan oldin shunda tarkibini ko'ringlar. Inson, sizlar ongli mavjudot, sizlar ongsiz emas-ku, tarkibini ko'ringlar. Internet rivojlangan, Googledan qidiringlar, ChatGPTdan ko'ringlar yoki anaqa YouTube'lardan ko'ringlar. Hozir internet rivojlanib ketgan, hozir bekitib anaqa qilishmayapti. Hammasi ochiq-oydin, tarkiblarini ham ochiq-oydin yozishgan. Shu narsalarni ko'rib chiqinglar. Sizlar ongli mavjudot sizlar-ku. Yana ba'zi anaqalar zalga chiqadigan bolachalar nima yozishibdi? Sushkada ichamiz. Sushkada ichishga boshqa narsa yo'qmi? Oddiy suv yo'qmi? Yoki yashil choy yo'qmi? Yoki limonli suvlar yo'qmi? Oddiy narsa tishib chiqadimi? Nima sizlar endi birinchi avlodmisizlar tanani sushka qilayotgan? Sizlardan oldin bo'lmaganmi unaqa avlod? U ota-bobolarimiz davrida ham unaqa insonlar bo'lgan, lekin ular zero cola, oddiy cola degan narsani ichmagan, tabiiy ravishda qilishgan hamma narsasini. Keyin yana bittasi yozibdi, baxt gormoni nima ishlab chiqarishga yordam beradi. Nima sizlar bitta baxt gormonini bitta koladan olasizlar hozirgi zamonda? Qanaqa zamonlarga qolib ketdik? Bitta baxtni gormonini kola bilan ko'tarayotgan bo'lsanglar. Bizani tanamizni Xudo shu darajada bir mukammal qilib yaratganki, bizani baxt gormonimiz hattoki shunchaki quyosh chiqishi bilan bizani baxt gormonlarimiz ko'tarilishi boshlaydi. Ya'ni bizani baxtimiz, baxtli bo'lishimiz kolaga bog'liq emas. Va undan keyin yana bittasi yozibdi, saxri borlar bechoralar nima qilsin? Saxri borlar birinchidan bechora emas. Ikkinchidan yeyish uchun juda ham ko'p mahsulotlari bor saxri borlarni. Nima qiladi? Kola ichib. Men shunga hayronman. Kola ichdi nima? Ichmadi nima? Shu savolga hech ham javob topa olmayman. Kolani zerosini olsammi, oddiysini olsammi, qaysini ichsam ekan deb o'ylab o'tirgandan ko'ra, prosta kolani tashashga harakat qilinglar. Bo'ldi. Kolani oddiysini olasizlarmi, zero olasizlarmi, 100% organizmga zarar, tan olasizlarmi, yeb qo'yganmisizlar yoki endi tan olginglar kelmayaptimi, bu 100% organizmga zarar. Chunki tarkibi to'la kimyoviy moddalar bilan boyitilgan. Bo'ldi, uni tarkibida hech qanaqa tabiiy mahsulotning o'zi yo'q. Undan ko'ra koladan chiqib ketishni o'ylaylar. Nima qilasizlar uni qaysi birini aytsam ekan, undan iching, bundan iching. Birinchidan shundoq xarajat, ikkinchidan 100% zarar. Yana aytaman, zarar tanaga. Kim qanaqa tushunsa tushunsin, men dietolog sifatida, tarkibini o'rganib chiqqan inson sifatida doim любой joyda ayta olaman, tarkibi zarar. Xo'sh, undan ko'ra shunchaki koladan chiqib ketish yo'llarini harakat qilib ko'ringlar. Masalan, magniy ichinglar, tanani tinchlantirish uchun koladan nisbatan mana to'g'ri insonni organizmi nima uchun kola xohlab qoladi? Tinchlanadi, maza qiladi, energiyaga to'yadi. Undan ko'ra mana magniyga o'zgartiringlar. Magniy ichishni boshlanglar. Har kun kechqurun uyqudan 2 soat oldin magniy ichib tanani qaramlikdan chiqarishinglar mumkin bo'ladi va undan tashqari qondagi glyukozani balansda ushlab turish uchun har 4 soatda oqsil, tolaga boy mahsulotlar iste'mol qilinglar. Oqsil va tola bo'lsin, chunki aynan bular qondagi glyukozani normada ushlab turishda, balansda ushlab turishda yordam beradi. Aynan mana bu narsa ham zo'r qo'l keladi va undan tashqari har 2 soatda 1 stakandan suv ichib turinglar. Ya'ni men aytmoqchi bo'lganim, dietolog sifatida shuni maslahat beramanki, zero tanlaymi, oddiydan ichingmi, 18+ energetik ichingmi, uni ichingmi emas, shu narsalardan chiqib ketishga harakat qilinglar. Qanaqa holatda bo'lsa ham, chunki men aytsam ham, aytmasam ham sizlar o'zingizlar ham yaxshi bilasizlar bu narsa zararligini. Shuning uchun ham bo'ldi, nima qilasizlar uni qaysi biridan tanlasam ichsam ekan? Nima qilasizlar? Cho'ntagingizga, tanaga zarar keltirib, undan ko'ra undan chiqib ketish yo'llariga harakat qilinglar. Bo'ldi, olam guliston.
Va yana eslatib o'taman, mani kola bilan hech qanaqa shartnomam yo'q, boshqa firma bilan ham shartnomam yo'q va undan menga bir tiyinlik foyda yo'q. Xohlasanglar ichinglar, xohlasanglar ichmanglar. Uni organizm sizlarniki, og'iz sizlarniki, oshqozon sizlarniki. Shunchaki men dietolog sifatida har bir mahsulotni ochib berishga haqqim bor.